7. Bab Maqsıdiq Salim şəhərinin padşayı həm Ulu Xudanın ruhanisi bulub, İbrahim bir qancha padşahını yenib, jangdan qaytqan çağda u İbrahim bilan ko'rishgan və uningga bəxt tilgan idi. İbrahim mu erishgan o'ljisining 1/10 ulushini uningga atgan idi. Malk-Sidiq degan ismning ma'nisi haqqoniyat podshoyi deganlikdir. U Solim shahrining podshoyi bo'lib, Solim podshoyi deganning ma'nisi omonlik podshoyi deganlikdir. Muqaddas yozmalarda uning ota-onasi, urug' avlodi, nasabi hamda uning hayotining boshlanishi və oxirlashi to'g'risida birər xotira yo'qdir. U xuddi Xudoning o'g'lidek manguluk ruhoniydir. Malk-Sidiq nima degan ulug' odam ha? Hatto ajdodimiz İbrahimmi o'ljisining 1/10 uningga atgan. Laviyning avlodlaridan ruhoniy bo'lganlar Tavrat qonuni bo'yicha xalqdan, ya'ni o'z qarindoshlaridan ularning o'ziga o'xshash İbrahimning nasli bo'lishiga qaramay, topqinining 1/10 ulushini yig'ishi kerak edi. Lekin Malk-Sidiqqa kelsak, u Laviy qabilasidan bo'lmasimi? İbrahim erishgan o'ljining 1/10 ulushini qabul qilib, İbrahimga Xudoning va'dasiga ega bo'lgan bir odamga baxt tilagan. Shubsizki, baxt tilaguvchi baxtga erishguchidan ustundir. 1/10 ulushni yig'adigan Laviy ruhoniylar baribir o'ladiganlardandir. Biroq İbrahimdan 1/10 ulushni qabul qilgan Malk-Sidiq bo'lsa, muqaddas yozmalarda guvohlik berilgandek yanıla hayotdir. Hatto mundaq deyishga bo'ladi-ki, 1/10 ulushni oladigan ruhoniy laviylarmi ajdodi İbrahim orqali Malk-Sidiqqa 1/10 ulushni bergan. Chunki Malk-Sidiq İbrahimni qarshi olganda Laviylar texi tug'ilmagan bo'lsa-mu, ularni yanıla ajdodi İbrahimning vujudida deb qarashqa bo'ladi. İsroil xalqiga tushirilgan Tavrat qonunidagi ruhoniylik tuzumi Laviy qabilasining ruhoniylari orqali yurgiziladi. Biroq agar Xudoning insonlarni gunohdan pok qilish maqsadi bu ruhoniylar orqali amalga oshgan bo'lsa, undaqda bu xil tuzum asosida tayinlangan Harundek tartibdagi emas, balki Malk-Sidiqdek tartibdagi yana bir ruhoniyning kelishining nima hojati bor edi? Ruhoniylik tartibi o'zgartirilgachga, uningga munosabatlik ruhoniylik tuzumi o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu aytilayotgan so'zlar dal Eyso Masihga qartilgan. U boshqa bir qabildan bo'lib, bu qabildan hech kim qurbonlik supisida xizmatda bo'lib boqmagan. Rabbimiz Eysoning Yahuda qabilasining ekanligi aniq. Musa payg'ambar ruhoniylar haqida to'xtalganda bu qabila to'g'risida bir narsa demagan edi. Malk-Sidiqdek tartibdagi boshqa bir ruhoniyning maydonga kelishi ruhoniylik tuzumining o'zgartirilganligini texmo aniqlashtirdi. Uning ruhoniylikqa tayinlanishi bo'lsa, putmas tugumas hayotlik qudratiga ega bo'lganligidan bo'lib, hargiz ruhoniy bo'lg'uchi Laviy qabilasiga tava bo'lish kerak degan tuzum bo'yicha bo'lmadi. Bu haqda muqaddas yozmalarda sen Malk-Sidiqqa o'xshash tartibda tayinlangan manguluk
ruhaniysen, deb guvohlik berilgan. Oldingi tuzum ojizligi va foydasizligi tufaylidan kuchidan qoldi. Chunki Tevrat qonuni hech kishini kamolatga yetkazolmadi. Shunga uning o'rniga bizni Xudoga yaqinlashtiradigan texmi yaxshi umid berildi. Uning ustiga bu umid Xudoning qasmi bilan kapolatga ega qilindi. İlgiri o'tgan ruhoniylar Xudoning qasmisiz ruhoniy bo'lgan edi. Lekin İsa Mesih bo'lsa Xudoning uningga Parvardigoring qasam qildi. U qasmidan hargiz yonmaydi. Sen manguluk ruhoniysan degan qasmi bilan ruhoniy bo'ldi. Demak, İsa Mesih texmi yaxshi bir aktining kepili qilindi. Ya'ni kelib, ilgiri o'tgan ko'p ruhoniylar o'lim tufaylidan vazifasini davomlashtirishga amalsiz qolg'ashqa birining o'rniga yana biri chiqqan. Lekin İsa Mesih mangu hayot bo'lg'ashqa uning ruhoniyligi mangulikdir. Shu sababdan İsa Mesih o'zi orqali Xudoning oldiga kelganlarni uzil-kesil qutqizishga qodirdir. U mangu hayot bo'lib, ular uchun Xudoga murojaat qiladi. İsa Mesih dal bizning hojatimizni chiqadigan bosh ruhoniydir. U muqaddas, ayibsiz, pok bo'lib, gunohkorlardan ayirib etilib, arishdagi eng yuqori o'ringa elib chiqildi. U ilgiriki bosh ruhoniylardek har kuni oldi bilan o'z gunohlari uchun, keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik sunishga muhtoj emas. Chunki u o'zini qurbon qilganda insonlarning gunohlari uchun qilinadigan qurbonlikni bir yo'lila ado qildi. Tevrat qonuni ojiz bo'lgan insonni bosh ruhoniy qilib tayinlatdi. Lekin Tevrat qonunidan keyin Xudo qasam bilan qilgan aktisi orqali mangulik kamolatga yetkazilgan o'g'lini bosh ruhoniy qilib tayinladi.